Assalomu alaykum. Futbolga oid tahlillarimiz davom etadi. Nishonimizda Abduqodir Husanov. Kubok o'yinida zaxirada qoldirilgan hamyurtimiz 8-mart kuni jiddiy jamoa ayni paytda chempionat turnir jadvalining 3-o'rnida borayotgan Citydan 1 ochko ko'p to'plagan Nottingham Forest klubiga qarshi asosiy tarkibda maydonga tushirildi. Afsuski Guardiola Nuno Espirito Santo bilan bahsda yengildi va Nottingham Citydan 4 ochko ilgarilab ketdi. Ushbu mag'lubiyat Pep Guardiolaning butun mavsumlardagi eng yomon ko'rsatkichiga, ya'ni antirekordga sabab bo'ldi. Pep jamoasi bu mavsumda Premier Ligada 15 ta o'yinda mag'lubiyatga uchradi. Shulardan 9 tasi chempionat bahslarida. Vaholanki Manchester City qishki transferlar chog'ida 218 million yevro sarfladi. Bu qariyb APLdagi barcha transfer summasi degani. La Ligadagi summadan esa 8 karra ko'p. Biroq shunga qaramay shaharliklarning ko'rsatkichlari yomonlashib bormoqda. Endi o'yin haqida. Birinchi taymda City to'p nazoratini o'zida saqladi. Hujumlar uyushtirishda faol bo'ldi. Santu jamoasi Liverpool singari to'pni raqibga berdi. Kerakli vaziyatlarda qarshi hujumlarga chiqishga urindi. Himoya chizig'ida tobora ishonchli o'yinlar ko'rsatayotgan Abduqodir birinchi taymda Forest hujumchilariga qarshi yaxshi harakat qildi. Ayniqsa bo'y borasida ustunlikka ega bo'lgan 191 santimetrlik Chris Wood bilan duellarda g'olib chiqdi. Xavfli vaziyatlarning oldini oldi. Ikkinchi taymda Husanov biroz ter to'kishiga to'g'ri keldi. Biroq goh Wood, goh Anthony Elanga bilan duellarda ishtirok etdi. Bir vaziyatda Morgan Gibbs Whitening jarima maydonchasidan tashqarida berilgan ayyorona zarbasiga blok qo'yib, yaqqol xavfli vaziyatdan qutqardi. Boshqa bir vaziyatda esa darvozaning shundoqqina yonida Chris Woodning golli zarbasini blokladi. Chap tomondan, ya'ni Husanov qanotidan uyushtirilayotgan hujumlar samara bermagach, Santu jamoasi to'pni o'ng tomonga ko'chirdi. Va bu o'yin yakunlanib borayotgan bir pallada 83-daqiqada foyda keltirdi. Callum Hudson-Odoi o'tkir burchakka yo'llagan zarbasini Ederson o'tkazib yubordi. Bu vaziyatda golda asosiy ayb City darvozabonida. Ta'kidlash kerakki, Nottingham Forest bilan bo'lgan bahsda ham Abduqodir eng ajoyib o'yinlardan birini ko'rsatdi. To'pni olib qo'yish, ishonchli himoyalanish, uzoq masofalarga aniq paslar borasida ham ijobiy o'sishlar ko'zga tashlandi. SofaScore portali Husanovga 7.3 ball berdi. Bu jamoadagi 3-yaxshi ko'rsatkich bo'ldi. Guardiol va Doku esa 7.4 ball oldi. O'yindagi eng katta ballni gol urgan Odoi qo'lga kiritdi, 7.9 ball. O'yindan keyingi matbuot anjumanida qatnashgan Josep Guardiola uchrashuv haqida o'z fikrlarini bildirdi. Bugun raqibimiz kamroq vaziyat yaratishiga urindik. Ular bitta vaziyatdan foydalandi. Himoyada yaxshi o'ynadik. Husanov bugun yana o'zini yaxshi tomondan ko'rsatdi. Men uning o'yinidan juda mamnunman. Bizda boshqa futbolchilar yo'q, ammo shunga qaramay yaxshi o'yin ko'rsatdik. Husanov maydonda bo'lgan vaqtda ham Diyash bilan o'yinimiz yaxshi chiqyapti. Bizda Chempionlar Ligasiga yo'llanmaga ega bo'lish uchun yana 10 ta o'yin bor. Bu 10 ta final. Endi navbatdagi bahsga tayyorgarlik ko'ramiz, dedi Guardiola. Uchrashuvdan keyin ijtimoiy tarmoqlarni kuzatar ekanmiz, jamoa ko'rsatgan o'yinlardan norozi izohlar juda ko'p ekaniga guvoh bo'ldik. Ammo bu yerda ijobiy baho olgan futbolchilar qatorida Doku va Husanovni uchratish mumkin. Uzbekinbauer deb atalayotgan Abduqodir Germaniyalik futbol afsonasi himoyachi Anton Franz Beckenbauerga tenglashtirilmoqda. Ko'pincha futbolda libero pozitsiyasini ixtiro qilgan o'yinchi sifatida tilga olinadi. U 20-asrning eng yaxshi himoyachilaridan biri hisoblanadi. Libero pozitsiyasida himoyachi raqib darvozasi oldida tez-tez paydo bo'ladi. U o'ynagan davrlarda himoyachilar bunday tavakkalga bormagan. Bir tomondan o'zbek so'zining bek qismi Beckenbauerga o'xshashlikka tortsa, boshqa tomondan Husanovning himoyadagi ishonchli o'yinlari ham ushbu nomga sabab bo'lgan. Husanovning yaxshi o'yinidan xursand bo'lsak-da, jamoaning umumiy yomon natijalari afsuslanarli. Umid qilamizki, tez orada APL grandining salbiy statistikasi ortda qolib, o'z formasiga qaytib oladi. Aziz kuzatuvchilar, kanalimiz muxlislari, videolarimizni ko'proq odam ko'rishi uchun like bosib, izohlar yozishni unutmang. Biz har bir fikringizni o'qib boramiz. Mehnatimizni qadrlayotgan kuzatuvchilarimizdan minnatdormiz.